Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Yaxshimisizlar? Mana bugun biz rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisidamiz. Xudo xolasa 14 kunlik umra haqida ma'lumot berib o'tamiz. 14 kunlik umra ziyorati bu malakali 50 boshchilar bo'ladi hamda ibodat, sayohat, ziyorat barchasi bo'ladi. Undan tashqari 4 yulduzli mehmonxonalar, 2 mahal, 3 mahal o'zimizning milliy o'zbekona taomlar hamda 24 soat sizlar ibodatlaring uchun avtobus xizmatlari bo'ladi. Yosh katta hoji ota, hoji onalarimiz bor, yurgani qiynalaman deydi. Ularga ham shu qator ma'lumot berib o'tib ketamiz. Aravacha xizmati. Bitta aravachingiz bo'lsa, o'sha birgina to'lov ichida aravachingizni olib ketsangiz bo'ladi. Samolyot hech qanday ortiqcha to'lov qilmaysiz. Yo'q, hatta bormi deganlar, ha bor, hatta ham bor aravacha. Faqat birgina sharti bor, hatta aravachani olib o'zlaring ehtiyojlaringiz uchun foydalangandan keyin qanday olganingizdan shu holatda topshirsalar hech qanday muammo bo'lib o'tmaydi. Batdan ketayotganlaringda sizlarga firmamiz tarafdan beriladigan narsalar mana bunday pejik beriladi. Hamda kamzul beriladi va bunday sumka beriladi. O'zlaring dokumentlaring ehtiyojlaringiz uchun ishlatsalar ham bo'ladi. Hatto kelganlaringga o'zlaring bir chetda ham ehtiyojlaringizni ishlatib yursalar ham bo'ladi, albatta bu sumkani. Va yana firmamiz tomonidan 14 kun ziyorat qilib, ibodatlarni qilib, qaytayotganlaringda firmamiz tomonidan har birlariga 5 litrdan zamzam suvi ham hadya etiladi sizlar uchun. Endi xudo xolasa hozirgi kunga reyslarimiz 8-kuni Namangan jiddiy yo'nalishi bo'yicha reysimiz bo'ladi. 10-kuni Farg'ona jiddiy yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 11-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor shu kunlarda. Toshkentdan kunora reyslarimiz ham bor. Kimga qaysi kun ma'qul kelsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringiz joylarini bron qilsalar ham bo'ladi, o'zlariga kerakli ma'lumotlar olsalar ham bo'ladi. Endi to'lov masalasiga to'xtalib o'tsak, xohlovchilar ofisga kelsalar, rasmiy kassalarimiz bor. Rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, o'zlaringizga ma'qul bo'lgan kunga o'zlaring bilan chekin olib ketsalar ham bo'ladi. Yo'q, biz bora olmaymiz deganlarga, bir boshqa imkoniyat bormi deganlarga mana bunday bank shot raqamlarimiz bor. Bizga Telegram orqali aloqaga chiqsalaring, buni sizlarga tashlab beramiz. O'zlaringizga qulay bo'lgan banklarga kirib, to'lovni amalga oshirib, bank chek beradi. Shu chekni olib, bizga Telegram orqali rasmini olib tashlasalaring, rasmini hamda zagrant pasportlarini tashlasalaring, qaysi kun ma'qul kelib bo'lsa, sizlarga o'sha kunga joylarini bron qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Xohlovchilar ofisga kelishlari mumkin. Endi videoda qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yangiliklar sizlar uchun qo'yib boramiz. Barchalaringga rahmat, sog' omon bo'linglar. Ha, aytgancha ro'za oylariga ham qabullar boshlangan bizda.